Bugun sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lgan avtomobilim e'tiboringlarni tortishi aniq. Eng birinchi o'rinda noodatiy tashqi ko'rinishi va texnik jihatlari bilan. Undan tashqari esa ushbu model dunyo avtomobil bozorida o'z o'rnini egallagan Nissan brendiga tegishli. Asosiy savol bor yo'g'i bitta. Nissan kompaniyasi ushbu model bilan o'z muvaffaqiyatini yana bir marta takrorladimi yoki mana shu savolga bugun sizlar bilan javob topishga harakat qilamiz. Har doimgidek sizlarga men mashinani ko'rsatib beraman. Sizlar bu so'z haqida fikringizni albatta izohlarda yozib ketasizlar. Sizlar bilan bugun Nissan i6 modeli. Boshlaymiz. Ko'pchilik noodatiy tashqi ko'rinishga ega bo'lgan avtomobilni birinchi marta ko'rganida unchalik ham ijobiy fikrga ega bo'lmaydi. Ya'ni yangicha avtomobil pulga arziydimi, nimasi bor, qancha chidab beradi va shunga o'xshash savollar odamlarda tug'ilishi aniq. Bu avtomobilni men birinchi marta ko'rganimda ham xuddi shunaqa savolni o'zimga berdim. Ya'ni ko'rinishi unchalik ham biza ko'nikkandek emas. Nimasi bo'lishi mumkin dedim. Lekin Nissan odamlarni hayron qoldirishi biladi. Li1 modelini eslab ko'ringlar, u unchalik ham ommalashmagan va o'z xatolarini ustida ishlab Nissan L7, L8, L9 modellarini taqdim etib butun dunyoni larzaga keltirdi. Ya'ni hamma hayron qoldi. i6 da ham xuddi shu holat. O'ylashim bo'yicha Nissan o'z muvaffaqiyatini yana bir marta takrorladi. Bu meni shaxsiy fikrim. Chunki avtomobilni yurishi xuddi o'sha Nissanlar kabi, hamma L seriyasi kabi juda ham yumshoq. Ushbu avtomobil shahar va sport uchun mo'ljallangan. Ya'ni Nissan L9 dan kuchliroq, tezlanishi ham vaqti sal kamroq va avtomobilni yo'lda o'zini tutishi juda ham zo'r. Videoni boshida aytganimdek, i6 ning tashqi ko'rinishi noodatiy. Men uni Li Megani eng yaqin ukasi deb atayman. Sizlar nima deb atashi bo'lsa izohlarda yozib ketinglar. Avtomobilning eng qiziq joyi uni texnik jihozlangan narsalarda. Ya'ni ushbu avtomobilimiz to'liq elektr quvvatda harakatlanadi. 87 kWh hajmdagi batareyaga ega. CLTC o'lchami bo'yicha 650 kilometrgacha masofani to'liq batareyada bosib o'tishi mumkin. Undan tashqari, i6 miz to'liq privodda, naqd 544 ta ot kuchi. Sezgan bo'lsanglar, u hattoki L9 dan ham kuchliroq. 0 dan 100 gacha bo'lsa, bor yo'g'i 4,5 soniyada harakatlana oladi. Yana bitta narsa, i6 ning kuzovi sal pastroq, ya'ni L seriyaga nisbatan sal pastroq. Lekin e'tibor beringlar, uni uzunligi 5 metr. To'liq o'lchamlarini esa ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari g'ildiraklari o'lchami 265/R21. Podveska masalasida bu yerda ikkita kameralik pnevma podveska o'rnatilgan. Oldida ikkita tutqichli, orqada esa ko'p tutqichlik. Avtomobilni yanada yumshoqroq yurishi uchun shaxsan men uni 20-o'lchamdagi diskalar bilan xarid qilgan bo'lardim. Lekin hammani tabi o'ziga yarasha. Mashinani yon tarafini o'zida naqd 3 ta kamerani ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari esa 4 eshikda ham davodchiklar, ya'ni avtomatik tortib oluvchi mexanizm o'rnatilgan. Faqatgina bu yerda parok yo'q. Bunaqa bo'y bilan bu yerga parok umuman kerak emas. Nissan avtomobiliga birinchi marta o'tirganimda e'tibor bergan narsam bu uni tormoz pedali bo'lgan. Chunki endi biz oddiy benzinli mashinalarga ko'nikib qolganmiz, tormozni sal qattiqroq bossasiz tezroq to'xtash uchun, lekin bunda tormoz sal agressiv, ya'ni ozgina bossangiz ham srazu sizni joyida to'xtatib qo'yadi. i6 da ham xuddi shunaqa narsa bor. Lekin agarda siz kritik holatlarda tez to'xtab olmoqchi bo'lsangiz, taxminan 5-10 kilometrdan keyin uni tormoz tizimiga ko'nikib olasiz. Ya'ni qattiq ham yoki sekin ham bosmaysiz. Me'yorida ko'nikish o'rganish juda ham oson. Boshqaruv masalasiga keladigan bo'lsa, yo'llarni zo'r ushlab ketyapti. To'g'risi, bu meni o'zim tekshirib ko'rganimdan keyin sinovimdan o'tgan narsa. Manevr qilayotganingizda qatlargadir tiqilib ketish kerak bo'lsa, rul shunaqa sizni eshitadi, shunaqa gapingizga kiradi. Men o'ylamagandim. Bunaqa uzun kuzovda, bunaqa og'irlikda i6 bunchalik boshqaruvni bera oladi deb. Podveskasida ham L seriyaga o'xshab yumshoq emas-u, chunki uni sportga mo'ljallab sal qattiqroq qilishgan. Lekin har qanaqa chuqurlardan ancha yumshoq o'tib ketasiz.
Ular yo'q ekanmilar? Ha, bo'ldi, o'zlariga berib ketamiz. Shuni olasinda. Мам, иди сядь. Здравствуйте. Как жизнь молодая у вас? Войну как работала. Войну как Да, да. O'rtoqlar, bugun bayram munosabati bilan qo'limizdan kelgancha urush qatnashchilari va qiynalgan oilalarga yordam berishga harakat qildik. Bu narsalarni moshinaga nima aloqasi bor deyishinglar mumkin va bu narsadan bizga e'tibor yoki ortiqcha hayp kerak emas. Shunchaki men yana bir marta video davomida odamdan faqatgina savob ishlar va yaxshilik qolishini eslatib qo'ymoqchi bo'ldim. O'zingizlar bilasizlar, hammani mahallasida, yon atrofida qiynalgan odamlar bo'ladi va imkoninglar boricha iloji bo'lsa yordam berishga harakat qilinglar. Videomizni davom ettiramiz va qolgan narsalarning barchasi ayol haqida bo'ladi. Bitta fikr. BMWni siz har qanaqa masofadan taniysiz. Chunki uni tumshug'idagi o'sha radiator panjarasi har qanaqa modellar yangilanib almashsa ham o'sha BMWga xos ko'rinishda ishlab chiqariladi. Lida ham xuddi shunaqa holat. Saloniga o'tirganingizda siz Lisyanga o'tirganingizda darhol sezasiz. Ya'ni markazdagi bahaybat ikkitali displey, rulning ko'rinishi va tuzilishi, uskunalar panelining rulga o'rnatilgani, head-up displey. Li i6 da old panel sal cho'zilgan, ya'ni head-up displey rulning shundoq orqasida emas, sal nariroqda o'rnatilgan. Rulning orqasida esa qo'shimcha dinamik. Aytgancha, butun avtomobil bo'ylab 21 ta dinamikka ega bo'lgan Lisyan kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan akustika tizimi o'rnatilgan. Salonni sifatiga hech qanaqa savollar yo'q, chunki Lisyan o'zini puliga yarasha yaxshi sifatni berishni biladi. Charm bilan qoplangan, faqatgina sun'iy charm va toza charm kombinatsiyasida, ya'ni ko'shzam bilan kombinatsiya qilingan salonda ishlab chiqarilgan. Yoqimli kofe rang, oxirgi paytlarda juda ham trendga chiqib ketgan rang. Tepada esa ikkitali panorama tom, luklari faqatgina ochilmaydi. Tomning o'zi mato bilan qoplangan qora rangda. Eng e'tibor beriladigan narsa bu orqa ko'zgu, ya'ni Broadway. Bu yerda kamera o'rnatib qo'yilgan. Kamera kechqurun harakatlanishingizda juda ham katta yordam beradi. O'rindiqlari bo'yicha, o'rindiqlarni mana shu ikkita yon tarafdan sizni quchoqlab ushab turishi juda katta qulaylik yaratib beradi. Ayniqsa katta tezlikda ketayotganingizda tanangiz hech qayerga ketib qolmaydi. Eng asosiysi, bunaqa o'rindiqlarni ko'rganingizda qattiq deb o'ylaysiz, lekin Lisyan to'g'risi o'rindiqlarni juda ham yumshoq qilib ishlab chiqaradi. Old ikkala o'rindiqda isitish, sovutish va massaj tizimi bor. Orqa o'rindiqlarda esa faqatgina isitish va sovutish tizimi. Aksariyat mashinalarni orqa saloniga o'tirganingizda gapirib beradigan uncha ko'p narsa bo'lmaydi, lekin bu yerda juda ham katta e'tibor bilan videoni ko'rishinglarni xohlayman, chunki orqa salonda gapiradigan gap ko'p. Birinchi o'rinda kuzov uzunligini hisobiga mana old o'rindig'i oxirigacha surib qo'yganman. Mana ko'rdinglarmi? Oxirigacha surdim. Shunda ham mana belini yotqizsangiz ham orqada 2-3 ta mush joy bor. Ya'ni bemalol oyog'ingizni cho'zib ketaverasiz. Undan tashqari hozir bitta narsani ko'rsataman. Old o'rindig'i oxirigacha surib qo'yib, bemalol oyoq qo'ygichlarni chiqarib olib, kechqurun charchaganingizda bemalol yotib harakatlanib ketsangiz bo'ladi. Bilasizlarmi nimaga? Chunki nafaqat old o'rindig'i boshqarish mumkin, balki orqa o'rindiqlarni belini ham mana ozgina yotqizishingiz mumkin. Bu narsa sizga maza qilib dam olib ketishingizga juda ham katta yordam beradi va eng asosiysi bu narsani aynan Lisyan trendga chiqargan. Old ikkala o'rindiqlarni yotqizib, avtomobilning salonidan yotoqxona yasasangiz ham bo'ladi. Bu narsani mana ekranlaringizda ko'rib turibsizlar. Yana bitta qulaylikka to'xtalib o'tamiz. Orqa yo'lovchilar uchun bu yerda bahaybat televizor o'rnatilgan. Uni hajmi yangilangan Lisyan L9 modellariga o'xshab kattagina. Ya'ni o'zingizlar bilasizlar, eski modellarda kichkina displey edi, bu yerda esa katta displey o'rnatilgan. Sifati, endi bu sifat haqida gapirmasam bo'ladi. Sifati juda ham zo'r, ishlashi ham tezgina.
Yana bitta qulayliklardan ushbu avtomobilning orqa salonidagilar uchun xolodilnik ham o'rnatilgan. Ushbu xolodilnikda nafaqat muzlatish, balki isitish tizimi ham bor. Va albatta tepada o'rnatilgan displey orqali havoni nazorat qilish tizimini boshqarishingiz mumkin va albatta o'rindiqlarni isitish, sovutish tizimlarini yoqib o'chirasiz. Kichkinagina, lekin juda ham yoqimli qulayliklardan eshigidagi pardani ko'rsatib bermoqchiman. Mexanik tizimda ochib yopilsa ham bu juda kerakli narsa. Undan tashqari agarda kiyimlaringizni osib qo'yish xohlasangiz, misol uchun oq ko'ylaklaringizni, bu yerda hattoki kiyim ilgichni ham nazarda tutib ketishgan. O'rtada bo'lsa tirsak qo'ygich, stakan qo'yish uchun ikkita joy va o'rtada telefonlar uchun joylari ham bor. Hozirgi kunda Li i6 ni aynan O'zbekiston bozoridagi to'g'ridan-to'g'ri raqibi menimcha Zeekr 7X. Lekin Zeekr 7X bu avtomobil bilan unchalik teng darajada deb atash qiyin. i6 da yana bitta e'tibor bergan narsam, birinchi o'tirganingizda uzunligi 5 metr bo'lishiga qaramasdan gabaritini oson his qilar ekansiz. Ya'ni kichkina ko'chachalarga ham bemalol kirib ketasiz. Bu narsada menga juda ham katta yordam bergan narsa bu 360 darajali kamera. Kameralari ko'pligidan hattoki g'ildiraklarning oldida holat qanaqaligini ham tekshirib olasiz. Head-up displeyga to'xtatib o'tamiz. Head-up displeyda avtomobillarning proyeksiyalarini ham ko'rsatadi. Ya'ni odamlar, avtomobillar, yoningizda kim ketyapti, kim kelyapti, hammasini ko'rasiz. Ko'rinmas maydon datchiklari, ogohlantiruvchi tizimlar hammasi juda aqlli ishlangan. Undan tashqari salonni o'zida ham orqa yo'lovchilarni kuzatib ketish uchun alohida kamera o'rnatilgan. Uni xohlasangiz ochib, xohlasangiz yopib qo'yishingiz mumkin. Raqobat bor joyda albatta sifat bo'ladi. Men esa o'z tomoshabinlarimga faqat eng sifatli mahsulotlar, eng sifatli avtomobillarni sifatli kontent orqali ko'rsatib beraman. Aziz muxlisim, aynan siz mana shunday sifatli avtomobil egasi bo'lishga loyiqsiz.